avvalambor sport va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga qaratilgan tadbir Velosport 2025 musobaqa bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hurmatli prezidentimiz tomonidan sport sohasiga berilayotgan e'tibor, ommaviy sport tadbirlarining soni ortib borayotgani bugungi kabi marafon orqali o'z samarasini namoyon etmoqda. Hammalarga g'alaba qozonishingizni va sovrinlar egasi bo'lishingizni tilakdoshiman. Yakkasaroy tumanida ikkinchi marotaba velosport turi bo'yicha velomarafon o'tkazilmoqda. Demak, bugungi velomarafonimizda faqat Yakkasaroy tumanini emas, balki qo'shni tumanlardan ham ishtirokchilar ishtirok etmoqda. Velosportimizda demak 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan velosport turiga qiziquvchilar ishtirok qildi. Bu erkin turda bo'ldi. Hozir aynan sportchilar emas, balki o'zimizning aholi ham faol ishtirok qilishdi. Tumanlar ichida o'z faolligi bilan, o'zining tadbirlari bilan va albatta o'zgacha bir ahamiyati bilan Yakkasaroy tumanida bugun yana bir o'zgacha bayram shodiyona kun, ya'ni velomarafon 2025 sport tadbirida barchangizni xush ko'rdik azizlar. Juda ham chiroyli marafon bo'ldi. 7 yoshdan 70 yoshgacha qatnashdi. Bu borada Toshkent shahrida bir o'ndan ortiq insonlar memorandum qilgan edik. Ulardan ham vakillik kelib qatnashdi, hammasi ko'tarinki ruhda. Insonga nima kerak? Ko'tarinki ruhda asosan yoshlarning motivatsiya. Tuman rahbarining orqasida ergashuvchilar ko'p. O'zingiz boshchiligingizda marafonda qatnashganingiz buning uchun tumanning hamma yoshlariga motivatsiya bo'ldi.